En rahat barağının hemmisini görgen kafir, dozaq azabıga beşini tıkıp tartqandan keyin dünyada görgen rahatlarının, lezzetinin, huzurunun hemmisini unutur. Allah Teala cehennemni 3 türlü kişi bilen kızıtır. Allah Teala'nın cennet ve cehennemni yaratışı Allah'ın kamali adaletinin bir namayendisi. Çünkü dünyada yaxşı qılanlar cennet kiriş gerek, yani mukafatını eliş gerek. Yaman iş qılanlar, zo'mgarlik qılanlar, zulm qılanlar cezasını tatiş gerek. Yani cehennemge kiriş gerek. Mukafat ve cezanın buluşu adaletinin ro'yobga chiqish uchun aqlli talab. Shuning uchun Allah Teala bizni yaratishdan ilgari o'zining ilohiy adolatini namoyon qilish uchun cennet ve cehennemni yaratdi. Allah Teala cehennemni yaratgan vaqtida farishtalar cehennemning dahshatini ko'rgandan keyin qo'rqishib ketgan. Taki Adem alayhissalom yaratilgandan keyin, buningga kiradigan odamlarga degan tunishga kelib, yo'q joyiga tushgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir qatim Jibril alayhissalom bilan ko'rishganda, Jibril alayhissalomni qayg'urgan holatda ko'rdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Jibril alayhissalomdan "Sana nima bo'ldi?" deb so'raydi. Jibril alayhissalom "Inni ra'aytu lafhatan min jahannam falam tarji ilayya ruhi." Men cehennemning uchqunini ko'rdim. Shuningdan boshlab o'zimga kelinmayotman degan. Demek cehennem ana shundoq gunohdan pok bo'lgan farishtalarni qo'rqib ketgudek darajada dahshatlik va qo'rqinchli. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Isro kechasi osmonga chiqqan vaqtida Mikail alayhissalomning hech tabassum qilmaganligini ko'rib, Jibril alayhissalomdan "Mikail nima tabassum qilmaydi?" deb so'raydi. Jibril alayhissalom payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga javob berib, "Ma dahika Mikail mundu xalaqatinna." Mikail do'zax yaratilgandan tortib hech kulib boqmadi. Yani dozaqning dahshatidan Mikail alayhissalom hech kulib boqmagan. Bu hadislardan o'zimizning cehennem azobidan ne kadar bexud yashayotganligini his qilamiz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sahobalariga "Agar sizlar men ko'rgan narsani ko'rgan bo'lsanglar, az kulib ko'p yig'laytinglar" dedi. Sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga "Ey Rasululloh, sizlar nima ko'rdilar?" deb so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom "Inni ra'aytul jannata wan nar." Men cennet ve dozaqni ko'rdim. Dünyada en köp pul tapkan, dünyada bar rahat paragatni halal haram ayırmasdan hemmini kılgan. Yani dünyada bar huzurunun hemmisiga erişken bir kafirni Allah Teala cehennemge taşlaşdan ilgili farishtalarga buyruq qilib, uni do'zaxga tashlab elinglar deydi. Yani do'zaxga cho'kirib elinglar deydi. Farishtalar u kafirni do'zaxga cho'kiriblamar. Ondan keyin farishtalar u odamdan "Sen dünyada rahat paragat ko'rib boqqanmiding?" deb so'raydi. U odam "La ma asabani na'imun qat." Yo'q, men dunyoda hech qanday ne'matga erishib boqmagan, hech qanday huzur halovat yaşab bakmagan deydi. Yani dünyada biz havas qilgan, eng ilg'or turmushda yashagan, eng rahat paragatning hammasini ko'rgan kafir do'zax azobiga beshini tiqib tartqandan keyin dunyoda ko'rgan rahatlarning, lazzatining, huzurining hammasini unutdi. Yani cehennemning azobi va dahshatli qo'rqinchi bu kafirning dunyoda 40-50 yil huzur, halovat, rahat paragat yashagan turmushning hammasini unutdi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom "Ma ra'aytu mislal jannah nama talibuha va la mislan nar nama haribuha." Cennetni talab qilgan odam u jannatdan bexud uyqusida uxlamas. Do'zaxdan qochgan odam u do'zaxdan bexud holda yashamas. Ya'ni bexudlik uyqusida uxlamas deydi. Chunki bir odam o't opti ko'rgan vaqtida shunchalik qo'rqadi. Undan qutulish uchun shunchalik qochadi. Oxiratdagi cehennemning o'ti bo'lsa, dunyoda biz ko'rgan eng dahshatli o'tdan 69 hassi kuchli. Cehennem mana shuningdek nihoyat qo'rqinchli tursa, jannatda bo'lsa, ko'zimiz ko'rib boqmagan, qalbimiz tasavvur qilib boqmagan, quloqimiz anglab boqmagan noz ne'matlar bilan to'shqan tursa, aqlli inson yani nima uchun g'aflat uyqusida uxlaydi? Yana ba'zi kishilar nima uchun jannatga kirishga tirishmay do'zax taraf qarab mangadi? Chunki do'zax insonning havoyi havasi boshlaydigan, qilg'usi keladigan ishlar bilan qo'shilgan. Jannat bo'lsa, insonning ko'nglini tortmaydigan, insonning havoyi havasiga zid bo'lgan ishlar bilan qo'shilgan. Masalan, namoz o'qish kunda 5 qatim qilamiz, vaqt oladi. Azroq bo'lsin bir mushaqqati va haj qilish hiqsot talab qiladi, jafo mushaqqat talab qiladi, jihad, fidokorlik talab qiladi. Bu ishlarning hammasi odam o'zining ko'ngliga qo'yibsa, havoyi havasiga qo'yibsa, qilg'usi kayf safa, buzuqchiliklar. Buni insonning qalbi tatidi. Ammo haqiqiy aqlli mu'min qalbi tasimi, keyinlikini o'ylaydi. O'lgandan keyin u azobga tushmaslik uchun Alloh cheklagan barliq yomon ishlarning hammasidan xuddi o'tdan qochgandek qochadi. Jannatning bizning ko'nglimiz tatmaydigan ishlar bilan qo'shilganligi, cehennemning bizning ko'nglimiz tatadigan ishlar bilan qo'shilganligi, mana bu bizning imtihon nuqtamiz. Biz shuning uchun dunyoni imtihon maydoni deymiz. Ko'nglimiz nimani tatsa shuni qiladigan, ko'nglimiz nimani tatmasa shuni qilmaydigan maydon emas. Garchi ko'nglimiz tatmasimi,
japa bolsa-mı, Allah buyurgan iş bolsa çoqum qilamiz. Agar biz ko'nglimizning, havoy havasimizning keyinda minib, havoy havasimiz nimani talab qilsa o'rinda mansa, shundaqla boshqalarni qilyotidi-ku, boshqalarga nim bolsa, mana shu degan bu xil bexudlik bilan o'zimizni aldash bilan mansa, boshqalar jahannam kirsa, ular bilan tang jahannam kiramiz. Aqlli inson o'zini o'ylashi kerak. Qarab turib o'zini o'tqa atmasligi kerak. Biz cho'ng bilgan ularga nim bolsa, mana shu bolsin deb biz qarg'ulach agashgan kishilar qiyomat kuni bizni emas, o'zini qutuldirmaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda ularning qiyomatdagi dahshatli azob ichidagi ahvolini sifatlab, "Va la yajiduna lahum nasira." Ular o'zlariga hech qanday bir yordamchi topolmaydi deydi. Ya'ni ularni do'zaxdan qutuldirib qo'yadigan ularga hech qanday yordamchi bo'lmaydi. Ularning pullari, jamiyatdagi o'rni, mansibi sizni emas, o'zini qutuldirmaydi. Alloh taoloning buyruqlarini ko'zga ilmagan, Allohga gumoniy nazarda qaragan, islomga haqiqiy shaklda ishonmagan, islomning ta'limlariga bo'ysunmagan kishi jahannamga tashlanishdan ilgari Alloh taolo jahannamni 3 turli kishi bilan qizitadi. Bu 3 turli kishi kafir emas, munofiq emas, musulmon. Bu qanday musulmon? Birisi qari, ya'ni Qur'onni nihoyat go'zal o'qiydigan qari. Ikkinchisi Alloh yo'lida urush qildim deb shahid bo'lgan bir kishi. Uchinchisi nurg'ulg'an pullarni xayr saxovat yo'llarida xajlagan, ko'p sadiq qilgan, yaxshilik so'yar bir kishi. Alloh taolo nima uchun bu 3 kishidan do'zaxni qizitadi? Chunki bular eng ulug' ibodatlarni qilgan bo'lsa-mu, qilgan ibodatiga riyo aralashtirgan kishilar. Ya'ni qilgan ishlarining hammasini kishilar ko'rsin deb ko'z qilish uchun qilgan kishilar. Alloh taolo Qur'onni nihoyat go'zal o'qiydigan qari kishini hisob olgan vaqtida qari kishi: "Ey Alloh, men sen uchun Qur'onni go'zal o'qidim, tilovat qildim" deydi. Qalblarni bilguvchi Alloh taolo yolg'on aytdi. Sen Qur'on Karimni paloni qari go'zal o'qiydi ekan, qiroti nihoyat chiroyli ekan deyish uchun o'qiding. Sen men uchun o'qimading. Sen ko'zlagan maqsadga yetding. Ya'ni kishilar seni nihoyat go'zal qirot qilgan qari dedi, maqtadi, kishilarning orasida tunilding, maqsadga yetding, mukofotingni olding deydi. Ondan keyin Alloh yo'lida urush qilib o'lgan kishidan hisob olgan vaqtida u kishi: "Ey Alloh, men sening yo'lingda urush qilib o'ldirildim. Ya'ni shahid bo'ldim" deydi. Qalblarni bilguvchi Alloh taolo yolg'on aytdi. Sen hech qachon men uchun urush qilmading. Sen paloni boturkan, paloni qo'rqmaskan, paloni azamatkan, u nihoyat ustuqo'mondankan deyish uchun, ya'ni nom, atoq, shuhrat uchun urush qilding. Bu maqsadingga yetding, ya'ni mukofotingni olding. Ondan keyin Alloh taolo nurg'un xayr saxovat qilgan, nurg'un sadiqalarni qilgan, yaxshiliklarni qilgan boyni hisob olganda, u boyga o'xshashlar: "Ey Alloh, men sening yo'lingda nurg'unlagan xayr saxovatlarni qildim" dedi. Qalblarni bilguvchi Alloh taolo yolg'on aytdi. Sen o sadiqalarni men uchun qilmading. Paloni boy ekan, paloni xayr saxovatni nihoyat ko'p qildi ekan, yaxshilik suyar ekan degan bu nomga erishish uchun qilding. Bu maqsadga erishding, ya'ni mukofotingni olding. Ondan keyin farishtalarga bu 3 turli kishilar jahannamni qizitishga buyurdi. Demak, riyoning xatiri mana shunday qo'rqinchli, dahshatli. Qanchalik ulug' ibodatlarni qilib ketaylik, riyo amallarning hammasini nol qilib o'tadi. Alloh yo'lida o'lib shahid bo'lishdimi ulug' ibodat bo'lmasa kerak. Mana shu ulug' ibodatni riyo nol qilib o'tadi. Jamiyatimizda yaxshilik yo'llariga pul xarjlaydigan, xayr saxovat qilgan kishilar bor. Bular qilgan ishlarda riyo qilishdan, ko'z qilishdan nihoyat qattiq saqlanish kerak. Chunki shayton xayr saxovat qilgan odamga nihoyat ko'p vasvasa qiladi. Kishilarning orasida degizguli va qilgan xayr ihson orqali obraz tiklash uchun nihoyat ko'p vasvasalarni qiladi. Ammo xayr saxovat qiluvchi qalbida, niyatida faqat Alloh rizosiga bo'lish kerakki, hargiz ko'z qilish yoki jamiyatdagi o'zining obrazini yuqori ko'tarish yoki o'zining boyligini namoyon qilish aslo qalbida o'rin olib qolmasligi kerak. Undaq bo'lmaganda yaxshilik qildim deb qilgan ishi qiyomatda uning jahannamning o'tini bo'lishga sabab bo'lib qoladi. Jahannamning o'tini bo'lish emas, jahannamning eng yengil azobi bo'lgan vush keladigan o'tdimi odamning mingisi qaynaydi. Yer yuzida biz ko'rgan, anglagan dengiz okeanlarning hammasi qiyomat kuni o't bo'lib yonadi va jahannamga qo'shiladi. Jahannamning o'ti nihoyat dahshatli, qo'rqinchli shaklda qaynaydi va uningdan nihoyat set ovoz chiqadi. Jahannam ahli jahannamga tashlangandan keyin ularning tillarining hammasi erib tushishga boshlaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda nazza'atan lish-shawa, o'tning haroratidan ularning tillari ajrashga boshlaydi. Tad'u man adbara va tawalla va jama'a fa'awha. Do'zaxga mas'ul farishtalar islomdan yuz o'rgan, pul mol dunyolarining zakotini ayirmagan kishilarning hammasini chaqirib jahannamga tashlaydi. Jahannam ichida zakat ayırmagan kishilarning mol dunyolarining hammasi cho'qqa aylantirilib, ularning beqillariga, badallariga xuddi dazmoga o'xshash yiqiladi, ko'ydiriladi. Alloh taolo bu ahvolni Qur'on Karimda sifatlab fatukva biha jibahuhum va junubuhum va zuhuruhum hada ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Ularning oltin kumushlari, ya'ni zakatini ayırmagan kishilarning oltin kumushlari, pullari, dollarlari qizitilib, ularning peshonlariga, beqillariga, dumbilariga yiqiladi, ya'ni dog'lanadi va ularga
hada ma kanaztum li anfusikum. Mana bu dunyoda sizlar jon tikib topgan, lekin uning haqqini ayirmagan, zakatini bermagan mol dunyolarga mana mushu uning vabolini tetinglar. Jahannam ahli jahannamning azobining qattiqligidan mol dunyolarning hammasini bir bo'lsa-mu u azobdan qutulishni umid qilib ketdi. Lekin oxiratda dunyodagi mol dunyoning hech qaysi o'tmaydi, ishlamaydi. Hatto jahannam ahli o'zining jondan aziz bolalarini u azobga berib, o'zining u azobdan qutulishni umid qiladi. Lekin Alloh taolo shunday bir adil zotki, hamma odam o'zining jazosini o'zi tortadi. O'ylab boqaylik, tasavvur qilib boqaylik. Bolalarimizni ko'z oldimizga akilaylik. Ularni u azobga berib, o'zimizni u azobdan qutuldirishni umid qilamiz. Ya'ni azob ana shunday dahshatli, qo'rqinchli. Zolimlar, kofirlar azobning nihoyat qattiqligidan do'zaxga mas'ul farishtani chaqirib, "Ey Malik, liqdi alayna rabbuk." Rabbinga degan bizni o'ltirib etsin deydi. Ya'ni u azobning qattiqligida o'zining o'lishini, yo'q bo'lishini umid qiladi. Ammo farishtalar ularga innakum makitun. Sizlar bu yerda mangu qolasizlar. Kofirlar jahannamda yeydi, ichidi, yotadi. Ularning ichidig'ini qaynoq suv bo'ladi. U qaynoq suv dunyodagi qaynoq suvga o'xshamaydi. Ichgandan keyin ichini nihoyat qattiq azoblaydi. Kuchaylarni par-par qilib beradi. Lekin Alloh taolo ularning kuchaylarini yana asli keltiradi. Ularning kiydigan kiyimi bo'lsa, o'tdan pichilgan kiyim bo'ladi. Shundaqla qaynoq haroratli suv ularning beshining ustidan quyiladi. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Uning bilan ularning tirilari va ich bog'lari irtiladi. Ular temir to'qmoq bilan uriladi. Shu dahshatli azob ichida ular do'zaxdan chiqish uchun har tarafga qochib baqadi. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Ular do'zaxning ichidagi azob va dahshatdan do'zaxdan qochmoqchi, chiqmoqchi bo'ladi. Lekin ular yana keyniga qaytariladi. Chiqolmaydi. Qur'onda bayon qilingan buncha dahshatli azoblarning haqiqat ekanligiga ishongan bir musulmon turib, yana Allohga osiylik qilishga petina olamsiz. Yana Alloh chekilgan ishlarni qilishga petina olamsiz. Yana Alloh buyurgan namozga suslik qilamsiz. Namozga suslik qilinganlar saqar degan nihoyat dahshatli bir jahannamga tashlanadi. Jannat ahli ularni ko'rib, "Ma salakakum fi saqar?" Sizlar nim bo'lib saqar degan bu jahannamga tushib ketdinglar deb so'raydi. Biz dunyoda namoz o'qimabdi ekanmiz. Namozga sus qarabdi ekanmiz. Yan o'qiyma, at o'qiyma deb o'qimabdi ekanmiz. Shuning uchun bu saqar degan bu jahannamga tushdik. Zolimlarning tatadigan azobi intayin dahshatli bo'ladi. Ularning ostiga soldigan, ustiga yepindigan, yotgan ko'pilarining hammasi o't bo'ladi. Alloh taolo Qur'on karimda bu ahvolni isbotlab, "Lahum min jahannama mihadu va min fawqihim ghawash." Ularning ko'rpisimi o'tdan, ustiga yepindigan, yotqinimi o'tdan bo'ladi. Va kezalika najzi zolimin. Zolimlarni mana shuningdek jazolaymiz deydi. O'tda azoblanib, kuyib tiri sezmas bo'lgan vaqtida Alloh taolo ularga yangi bir tir ato qiladi. Ondan keyin yana azoblanadi. Bu takrar davom qiladi. Azobning qattiqligidan kofirlar, "Robbana akhrijna na'mal solihan ghayrallazi kunna na'mal." Ey Robbim, bizni bu yerdan bir chiqarsang, dunyoga chiqib, ilgirikidek yashamaydik. Ilgirikidek hayot kechirmaydik. Boshqa bir hayotni kechiraydik. Mana bu jahannam ahlining pushmoni. Biz dunyoda turib, Alloh taolo jahannam ahlining pushmonini bizga anlatadi. Ana shunda pushmon qilmasligimiz uchun. Chunki jahannamda hech qanday pushaymon foyda bermaydi. Jannat bir qancha daraja va martabaga bo'lingandek, jahannam bir qancha daraja va martabaga bo'linadi. Munofiqlar bo'lsa, jahannamning eng qariga, eng qattiq azobliga yeriga tushadi. Alloh taolo Qur'on karimda innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munofiqlar bo'lsa, jahannamning eng ostiga tushadi deydi. Chunki munofiqlarning musulmonlarga soldigan zini kofirlarning netchasi. Chunki u musulmonlarning kiyimini kiyib oladi, musulmonlarning qiyofatiga kirib oladi. O'zini musulmon deydi, ammo musulmonlarni ayiblaydigan, musulmonlarning obrazini tushiradigan bir ayibni tepib olsa, uni elib chiqib yayidi. Shundaqla musulmonlarning maxfiyatchiligini kofirlarga yetkazadi. Shuning uchun munofiqlar jahannamning eng qariga tushadi. Jahannamning sifatlarining ko'p qismi, asosan hammasi degidek Qur'on Karimda tafsiliy bayon qilinadi. Nima uchun? Bizning uyqumizni echish uchun, jahannamga sal qaramasligimiz uchun, dunyoda bexud yashamasligimiz uchun. Alloh taolo hammamizni jahannam o'tiga o'tun bo'lishdan va jahannamga tushib qolishdan qattiq saqlasin va jannat amaliga bizni muyassar qilsin. Shunday qilib oxirat darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Anglagan qarindoshlarimizga Alloh taolodan manfaat berishini so'raymiz. Alloh taolo bu darsni hammamizga manfaatli qilib bersin.